Kecha kun mol bozorga chiqsam, ola mol turibdi vaqt yo'rayotgan. Bu zoologiya kabinetidan o'g'irlab chiqqan ekan. Shu u sinovchi ozuvchi ekan u. Shu mol qanchalik ozishni iloji shuncha ozdirgan ekan-da. Hali mol ko'sh qaytarishga ham yaramas ekan. Suti bor deb qo'yapti. Suti bor deb qo'yapti uni egasi. U qoni bormi o'zi buni? Bor bu nima bu desam mol dedi. Molni sifatidan chiqib ketgan-da. Yoki 5 litr suti bor. Buni qoni yo'q dedim. Maramaydi dedim. Marashga aka quvvat olish. Bu molingiz dedim oyog'ini devorga tirab, shu yarim marta marab olar ekan. Yo o'tirib. Marashini sut berishini qo'ying. Bu mol yotsa tuyaladimi? Yo'q, talpalda ko'tarib qo'yish kerak. Bittasi oldi uni shu 1300 so'mgami? Uyga olib borgan ekan, darvoza onasidan tomda yashab ko'rinib turgan ekan-da. Shotidan chiqib ketayotganmish haligi mol. Ya debdi, uyga olib kirib. Keyin hali ikmahal teritib boshqa qilib boqqanda, hali mol odamning ko'ziga qaray olmasdi, uyalgan. Biz shu yemishlarga yarasha xizmat qilyapmanmikin? Haligi mol-da. Hali odam har kuni og'riga bo'lsa, qulog'iga bo'laveramiz-da. Nimaga bunaqa qilaveramiz? Uyalayotgan ekan. So'masa, uni faqirda olib tayyor qilib qo'yarkan, yuragini tashab, faqirda oyog'imdan bunday surib qo'yarkan. Yaxshi bo'ldi degan ekan. Agar o'sha molga ikmal kunjiraversa, uyutib ham beradi. Bu molam 50 kilomi bo'lib qolgan ekan-da, u olgan bola qo'ltiqlab chiqib ketdi-da. U yura olmaydi. Buni eng achinarlisi yonida bolasi ham bor. Bolasi ham bor. Uni o'sha o'zi Samarqandda ozdirib kelgan bo'lsa kerak, hali ozadigan joy bor-ku. Uyingda uni ozdira olmaysan, rahming kelib ketadi. Bolam qaraydi, qilib qaraydi. O'zini hali stopgan beraqib yumib ochadi. Bunday qilish uchun ham quvvat kerak. Shart yumib ochish uchun. Bitta boyovoy molni oldiga qo'yib qo'yibdi. Menga buni oldiga qo'ydingiz, katta molni oldi desam, uka indamak suyanib turibdi bu. Indamak dedi, suyanib turibdi. Yordamchi nima ekanmi? Ha, u sinovchi ozuvchi ekan. Bu demak mashinalarga ham kecha falon nomerda Qomil qaynamog'imi ko'ring. Biza biramizda ketaman keladi. Yo'q, u mol unaqa yuradiganlar mol bo'lmaydi. Unaqalar novvos bo'ladi. Bizni zotda novvoslardan bo'ladi. Shu 50 ga kirganda ham shoqib, motosiklet bo'liga o'xshab o'zgarmaydi. Nechta tishi bor? Aka tish so'ramang dedi. Shuni olsan tomoqqacha tishi bor. Nechtadan ham tish ketgan bo'ladi. Voy. Shuyda biz sadafchi ham qodirib qo'ygan. Shoqmasincha. 500 kilo yem yedirsam, tizillab ketadi. Olib kelsangiz, sho'xlik zo'r, semirmaydi. Bu eng yomoni mol tashiydigan hamma mashina nomerini ham. Ertaga bozorga olib boraman. Asror nomeri nechita? Tuyog'i bilan shuni devorga osib. Kim u aravada yurmaydi, asror oldida ketadi. Karpetiga shuni tuyog'ini qo'yadi. Haydan aka shoq. Eng yomoni bozorda uni joyi ham bor. Boshqa novvos turgan. Rossiyaga suv qani deydi. Bu litsenziyasi bor deydi. Meniki bu. Lekin novvosni hech bo'lsa 2,5 million berib olib ketadi. Meni narxim shu. Chunki tug'ilgandan beri o'sha narxdaman. Chidasan shu, olasan. Eng yomoni hech kim bolani ham qo'ydi. Shundan zot olmayin dedi. Oxirgi odam otib tashab ketdi. Hozir ko'payib ketmasin. Ha, oxirgi olgan odam otib tashab ketdi. Qo'shnimda bitta novvos bo'kiryapti, yeb oldim. Shuna qarasam, shuna qaraydi, og'iz to'la tish. Shoq mashincha olib ketgan, og'iz eshigi ham yonboshlab ketdi. Kallasini oldim, bir tomonini chiqib, keyin bag'rini tiqib. Shoq mincha dedi. Qo'shniga o'zi chiqib saltat. Telegramini ham biladi. Chunki uni 3 marta borganda bir martadan tortiladi-da bozordan. Taroziga olib chiqaling desa, brat deydi, 300 kilo chiqaman, oshmayman. Bu novvosda bo'ladi ko'p. Masalan, dokumentini ko'ring. Sog'im mol unaqa qilib bozor yurmaydi.
hali mol qoni yo'q deysiz, taksi ko'zab qo'yganga o'xshaydi-da haligi. Uni suti bor deb reklamani qilyapti. To'xtatib qo'ymagan o'sha yerda